Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Ushbu videoda men mana shu ko'rinishdagi detalni uchta modellashtirishni Solidge dasturida ko'rsatib o'taman. Xo'p, dastlab men File menyusidan New tugmasini bosaman hamda Isometric Part menyusini tanlayman. Chizmada ko'rib turganimizdek, men dastlab to'rtburchak chizishni boshlayman. Buning uchun men 23 ga 4.8 balandlikdagi to'rtburchak chizaman va ikki yon tomonining markazidan, ya'ni ikki yon qirrasining markazidan 4.8 diametrdagi aynalarni joylashtirib olaman. Xo'p, buning uchun dastlab men Rectangle by Center funksiyasini bosib, sketch chizishni boshlayman. Sketchni men frontal tekislikda chizishni boshlayman. Buning uchun frontal tekislikni belgilab, ya'ni mana shunday ustiga olib borsam belgilanadi va F3 tugmasi orqali belgilab olaman. Xo'p, ko'rib turganimizdek, mana shu yuza belgilandi. Endi sketchni markazdan chizishni boshlayman. Xo'p, 23 4.8. Mak, to'rtburchagimizni chizib oldik. Endi esa Circle by Center Point funksiyasi orqali to'rtburchakning yon qirrasining markaziga kursorni joylashtirgan holda aynalarni chizib olaman. 4.8 Center by Center Point. Ana endi trim orqali o'rtadagi chiziqlarni olib tashlayman hamda Smart Dimension funksiyasi orqali o'lchamlarni qo'yib olaman. 3 4.8. Ana endi nima qilishim kerak? Mana shu yuzani men 4.6 uzunlikda bo'rttirib olishim kerak. Buning uchun Extrude funksiyasini tanlayman hamda Extrude ichidan Face opsiyasini tanlayman. Hamda har bitta yuzani Shift tugmasini bosgan holatda belgilab chiqaman. Home buttonni bosgan holatda strelkani belgilagandan keyin strelkani bosishim kerak bo'ladi va Shift tugmasini bossam men simmetrik tarzda bo'rttiraman. 4.6. Xo'p, mana bo'rttirib ham oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz men mana shu shaklning ikki uchidan 5.1 va 5.6 balandlikdagi silindrlarni hosil qilib olishim kerak bo'ladi. Demak, detalimizga qaytadigan bo'lsak, xo'p, qanday qilib bu silindrlarni hosil qilaman? Buning uchun men o'zimiz birinchi chizgan sketchimizdan foydalanaman. Xo'p, ko'rib turganimizdek, Pathfinder oynasida men Use Sketch menyusini topaman va strelkani bosaman. Use Sketch ichida biz chizgan sketchlarimiz turadi va o'sha yerdan sketchimni tiklab olaman. Ya'ni ishlatilgan sketchimizni tiklash uchun unga sichqonchaning o'ng tugmasini bosaman va Restore tugmasini bosaman. Va mana sketchimizni tiklab oldim. Ana endi men mana shu sketchdagi aynalarni
bo'rttira olishim kerak. Yana extrude funksiyasidan foydalanaman va endi esa men chain opsiyasini tanlayman. Chain va aynalarni belgilayman va strelkani bosgan holatda bo'rttirib olaman. 5/1 ga bo'rttirishim uchun men markazdan shakl markazdan bo'rttirayotganim uchun 7/4 ga bo'rttirib olaman. 4. Xuddi shuningdek ikkinchi aynalarni ham 7/9 ga bo'rttirib olaman. Xo'p, to'g'ri o'lchamlar qo'yadigan bo'lsak, o'lchamni o'chirib tashlayman. Smart Dimension. Xo'p, qirradan silindr qirrasigacha 5/1. O'lchamni to'playman. Ikkinchi silindrning qirrasidan shakl qirrasigacha 5/6. Va ko'rib turganingizdek detal tayyor. Ana endi hosil qilgan detalimizni saqlashim mumkin. Buning uchun fayl menyusiga bosib save as bosaman va deb saqlab olaman. Va ko'rib turganingizdek detalimiz mana shunday ko'rinishga bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agarda yoqqan bo'lsa, videoga like ni bosib qo'ying hamda kanalga podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang.